Lenebetdan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 3 xil usul bor. Bir bosishda telefon orqali, email orqali. Xohlagan usulda ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi, o'zingizni xohishingiz. Bir bosishda o'tyapman men. Birinchisi mamlakat. Qaysi davlatda bo'lsangiz o'sha yerga kiritasiz. Ikkinchisi valyuta, xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerdan qidirib topishingiz mumkin. Biz so'mda o'ynaymiz. Bonus olish uchun bu yerga promo kod kiritamiz, katta harflar bilan DB23. Keyin bu yerda bonusni sport uchun bonus olsak bo'ladi, Casino Games o'yinlari uchun bonus olsak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Yoki masalan Casino Games yoki sport. Uchinchisi bonusni rad etish. Agar bonus kerak bo'lmasa, voz kechishni bossangiz ham bo'ladi. Asosan sportni tanlayman ko'pincha men. Ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Xo'sh. Zinapaya debdi. Bu yerda zinapayalar tanlab, mana bu yerda keyingisini bosamiz. Xato. Bu yerda tasdiqlash degan narsa chiqish kerak. O'shanda to'g'ri chiqadi, belgilanadi. Xuddi shunday belgilaysizlar. Agar mana tasdiqlash chiqdi, xato dedi. Mana shunaqa promo kod chiqadi, kapcha chiqadi. Shu kapcha ko'pincha to'g'ri belgilaydi. Tasdiqlashni bosamiz. Xo'sh, kapchadan o'tib oldik. Mana ro'yxatdan o'tdingiz. Sizga login bilan parol beryapti. Buni screenshot qilib qo'yamiz. Esdan chiqib ketmasligi uchun. Keyingisi tugmasini bosamiz, sirasiz akkauntimizga olib o'tadi. Bu yerda hisob to'ldirishga shoshilmang. Birinchi shaxsiy ma'lumotlarimizni to'ldirishimiz shart. Nega? Chunki pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun. Mana bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyda o'shani bosib yoki mana burchakdan nastroyka orqali kirsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan xavfsizlik sozlanmalari degan joy bor. O'shanga o'tib, bu yerdan xohlasangiz nomer ulab qo'ysangiz bo'ladi. Akkauntingiz yanada ishonchli bo'ladi. Ulamasangiz ham bo'ladi. O'zingiz xohishingiz bu ham. Bu yerga telefon raqami kiritiladi, faollashtirish bosiladi. Nomeringizga SMS keladi. O'sha SMS tasdiqlasangiz telefon raqam ulanadi. Buni ulab bo'lgandan keyin bu yerda parolni o'zgartirish kerak emas. Yashirin savol. Bu ham shart emas. 2 hafta razlashsa bu ham kerak siz narsa. Mana bu eng kerakli narsa mana shaxsiy ma'lumotlar. Pastdagi email ham shart emas. Birinchisiga familiya, ism, otasini ismi deyapti bu yerga. Tug'ilgan sana kiritish kerak deyapti bu yerga. Mana yilingiz sanani OK deb bossak mana kiritiladi bu joyga. Tug'ilgan joyni so'rayapti. Xo'sh, viloyat so'rayapti. Shahar. Yashash manzil deyapti. Xo'sh, bu yerda hujjat turini tanlang deyapti.
chet el pasporti, ID hujjat deyapti. Keyin chet el pasporti, haydovchilik guvohnomasini ham kiritsangiz bo'ladi. Bu yerdan mana buni tanlab, pasport seriyani kiritamiz. Masalan, AD bu bo'lishi mumkin. Keyin bu yerga pasport seriyadagi 7 ta raqami yoziladi. Keyin bu yerga pasport qachon berilgan, pasportda o'zi yozib qo'yilgan, o'shani topib kiritamiz. OK deb bo'lsa kiritiladi. Kim tomonidan berilgan deyapti, bu joyni ham to'ldirib qo'yasiz. Oxiriga EEB deysizlardani saqlash tugmasini bosamiz. Ma'lumotlarimiz muvaffaqiyatli o'zgartirildi deyapti. OK deb bossak, mana bu galochka yondi. Bo'ldi. Endi tengmasangiz ham bo'ladi. Shu yerdan chiqamiz. Yana nazarni bosamiz. Mana bu yerda ism, familiya chiqdi. Mana bu tomonda ko'rsagan bo'laman. Bu yerda email ham bor. Xohlasangiz email ham olib qo'yishingiz mumkin. Men oldin akkaunt ochganligim sababli telefon raqam ulamayman. Sizlar ulab qo'yishni maslahat beraman. Telefon nomer ulasangiz bonus beradi. Agar nomer ulamasangiz bonus bermaydi. O'shani ham e'tiborga olingizlar. Men endi hisob to'ldirishga o'taman. Xo'sh, mana hisob to'ldirishga o'tamiz. Hisob to'ldirish, pul chiqarish. Kelasi birini tanlab birinchi hisob to'ldiramiz. Humo Uzkart. Mana bu yerda mana bank kartalari deb qo'ygan. Mana bu yerda 6 ta xohlagan anons orqali to'ldirsangiz bo'ladi. Men Humoni tanlayman. Bu yerga summani kiritaman. Masalan 50 ming so'm. Tasdiqlash. Ozgina kutamiz. Bu yerga karta raqam yozasiz, muddati. Agar buni Visa karta bo'lsa, Visa kartaning 3 talik kodini kiritib, xo'sh, ismingizni yozib qo'yasiz, to'lashni bosasiz. Keyin kartangizga kod keladi. O'sha kodni kiritsangiz hisobingizga pul tushadi, 50 ming so'm. Masalan 98. Mana ko'p to'lasa, mana bu 3 talik narsa yo'qoldi. Mana Humo karta kiritdim chunki. O'z avtomatiki Humo Visa karta deb aytadi bu. Xo'sh, men kiritib to'lashni bosaman. Xo'sh, mana to'lashni bosdim. Xo'sh. Mana kartaga ulangan nomerga kod keldi. Necha pul summa yozgan bo'lsangiz, o'shancha summa yechadi. Faqat 50 ming so'm. Masalan, 1 million yozsangiz, kartangizda 1 million so'm bo'lsa, o'sha pulni yechish mumkin. Undan ziyod piyot yechmaydi o'zi. Mana muvaffaqiyatli hisobimizga pul tushdi, yopishni bosamiz. Xo'sh. Mana bu yerda nazarni bosamiz burchakda mana. Balansimizga 50 ming so'm pul tushgan. Agar nomer ulaganimda edi, bonus berar edi. Bonusni qaydan ko'ramiz desangizlar, mana bu yerda bonuslar degan joy bor. O'sha yerdan kirib ko'rishingiz mumkin. Agar nomer ulasangiz 100% bonus beradi. Menga bonus shart emas, o'shaning uchun nomer ulamay o'ynasam ham bo'ladi bemalol. Bu yerda hozir gamis o'yinlarni ozroq ko'tarib, 2x qilib, masalan 100 ming so'm qilib pul chiqarib ko'rsataman. Xo'sh, balansda ham 100 ming so'm qildik. Endi pul chiqarib ko'rsat. Nastroykaga o'tamiz. Bu yerdan mablag' chiqarishga o'tamiz. Bu yerda Humo orqali to'ldirgan edik, Humo orqali chiqaryapmiz. Bu yerga summani kiritamiz. 100 ming so'm. Karta raqamini kiritamiz. Hozir kiritib tasdiqlashni bosaman. Mana tasdiqlashni bosdim. Talabnoma muvaffaqiyatli yaratildi.
Xo'sh, mana ko'rishlaringiz mumkin, balansimizdan pulimiz yechildi. Uzog'i 10-15 minutda pulimiz tushadi kartamizga. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ma'qullandi, iltimos to'lov tizimidan yakuniy holatni kuting deyapti. Shu bilan video blogimiz tugadi.